ko'chaga chiqarib yubormaslik kerak. Gar qoladi-da, nazoratni boshqarib, o'zida zarbalar bilan zarbalar yurilganmasa mana shunday harakat qiladi. Biroq tin olib, zarbalar yo'llab, chunki raqib u qadar harakat qilayotgan, u qadar qarshilik ko'rsatayotgan. Ana endi Yurtimiz oyoqqa tura oldi, yaxshi. Janibek Tashkenov 8 yoshda do'stlar, 8 yoshda. Raqibi 30 yoshda. 8 yosh tafovut. Lekin Ajima borasi sezilmayapti. Aynan bu yoshlar o'rtasidagi tafovutni albatta professional ko'rsatishlar eng arifida, lekin havaskor yo'nalishda bo'ldi. Mana shunday holatda bitta zarba va tin olib yana bitta zarba. Endi ortiqcha harakat kerak emas. Yaqqol ustunlik u tomon. Shunchaki nazorat kerak. Hozirgi holatda juda katta kuch yo'qotgan raqibni bo'g'ib qo'yishi juda ham qiyin. Buni referi aralashdi. Shunchaki zarba yo'llab ketish kerak edi. Chunki bu baribir emas. Birgina kuchli zarba jang taqdirini hal qilish kerak. Lekin qoyil Janibek mana shu yoshda mana shunday harakat qilish oson emas. Raund yakunini zarba bilan tugatib qo'yaylik Janibek. Lekin barchasi yaxshi. Barchasi ajoyib. So'nggi 10 soniya, bitta zarba kerak Janibek. Shu tariqa do'stlar, jang o'z poyoniga yetdi va ishonch bilan ayta olamiz. Bu jangda hamyurtimiz Janibek Tashkenov ustunlik qildi. Buni rasman hozir hakamlar e'lon qiladi. По итогам 3 раундов, единогласным решением судей, победу одержал Janibek Do'stlar, Janibek Tashkenov haqli tarzda g'alabaga erishyapti. 3-jang va 2-g'alaba mag'lubiyatni yopib keta oldi. Tabriklaymiz albatta Janibekni.